puli roza ham zo'ril bo'lib turgan joydan okalar srochniga mana shu hovlimiz sotilar aka. Zo'ril joydan. Srochniga 32.800 $. 6 sotuq. 5 ta 6 ta xonasi bilan mana shu hovlimiz sotiladi. Akalar, Askent shundoqqina Abjabor ko'prik 87 maktab yo'li bilan tushib kelsa ham bo'ladi. Yoki bo'lmasa Askent Oqko'prik aylanib chiqib kelsa ham bo'ladi. Akalar, qo'rg'onlar ajragan, sahnalar ajragan, stashkalar bo'lgan, uylarimizni bemalol kirib yashashga tayyor holat keltirib qo'yilgan. Uy daxliz, ichlari oqartirilgan, dekorli bo'lgan, ichida sanuzli bilan bir xo'jalik uchun o'g'ilchani o'ylantirib olayapmiz. Elektrdan muammo yo'q, suvdan muammo yo'q. Akalar, hop bu yerda esa bizda yana bitta ikki xonamiz tashkillashtirilgan. Ota-onalarimiz uchun yoki bo'lmasa o'zimiz uchun bir xo'jalikka ichida sanuzli bilan yaxshilab tashkillashtirib qo'yilgan. Uy ichi holatlari ham ideal holatda turibdi. Hop, akalar, bitta yakka xonamiz bor. Burchakda yana ikki etash qilib turib, vaqtinchalik oshxona, boshxona qilib foydalanib turgan joyimiz. Keyin katta yana qurilishlar uchun yetarlicha joylarimiz bor. Gulxonalar ajragan hamda hojatxonamiz tashkillashtirilgan. Yangi darvozalargacha qo'yilgan, ko'chalari keng, sharoitlari yaxshi bo'lgan qo'ni-qo'shnilar yashab turgan joyda. Askentda 32.800 ga yana oz-moz o'tib berishga egalarni ko'ndirib qo'ydi. Maksimalniy bizni qo'llab-quvvatlab boraverasizlar. Lokatsiyasini Telegram kanalda tashlaymiz. Bittadan like bosib, okalar, bosib yuboramiz.